ayollarimiz xafa bo'ladi endi bu hadisni eshitib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, menga do'zax ko'rsatildi. Bizni birortamiz shunday narsani aytsak, do'zax ko'rsatildi desak, bizga noto'g'ri bo'ladi. Dindan chiqadi-da, u do'zaxni qayerdan ko'radi payg'ambar bo'lmasa. Demak, bu huquq faqatgina payg'ambarga xos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, fa iza aktsaru ahluhan nisa, menga do'zax ko'rsatildi. Ayollarimiz xafa bo'ladi endi bu hadisni eshitib. Ayollarimiz xafa bo'ladi. Ammo hadisni o'qimasak bo'lmaydi. Do'zax ahlining ko'p qismlari ayollar ekan dedilar. Do'zax ahlining ko'p qismlari ayollar dedilar. Nimaga? Yakfurna. Ayollarga qila ayakfurna billah, aksar ahlun nisa yakfurna. Ular kufrona qilishadi. Aytildiki ayakfurna billahi, Allohga kufrona qiladimi bular? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qala yakfurna al-ashir va yakfurna al-ihsan. Qavmi qarindoshchilikni kechib yoradi ayollar. Qilgan yaxshiliklaringni unutib yoradi ayollar dedilar. Hammasi emas. Demak, ayollar ikki qism ekan. Demak, do'zaxni to'liq ayollar demadilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aksar ahlin nar, do'zax ahlining ko'p qismlari ayollar. Yoki boshqa hadisda aytilarki, kamula minar rijali kaseer va lam yakmul minan nisa'i illa arba'a. Erkak kishilardan mukammal bo'lganlar ko'p, ayollardan mukammal bo'lgan faqat 4 ta dedilar. Demak, ayollarning yaxshilari ham bor, ammo aksar ahlun nar, do'zaxning ko'plari ayollar. Nima sababdan? Ular Allohga kofir bo'lmaydilar. Ular qavmi qarindoshchilikka qilingan yaxshilikni unutib yorishlik bo'yicha avvalda turadilar. Ana bir hadisda keladi, mayli bu hadisni nihoyasiga o'qib qo'yaylik. Shu hadisni davom ekan. Walau ahsanta ila ihdahunna dahra. Mana shu ayollarning kimnisigadir, qaysi birigadir bir muddat ehson qilsang, dahrun degani 1 yildan 99 yilgacha. Endi bittasiga uylansangiz, birga kirganda uylanmaysiz, 20 ga kirganda uylanasiz. U ham 120 ga kirishlik uchun siz bilan 100 yil yashash kerak. Bunday kam kuzatiladi. 20 yoshda uylanasiz, 70-80, ummatimning umri 60-70 dedilar. Demak, 50 yil yashashingiz mumkin agar ajrashib taloq bo'lib o'rta buzilmasa. Dahro deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 100 yilni aytibdilar. Demak, bir ayolga 99 yil, 99-yilni oxirgi kunigacha. Shamsiy bilan hisoblasangiz 99 yil 364 kun. Qamariy bilan hisoblasangiz 99 yil 354 kun. Yaxshilik qilib, bir kun yaxshilik qilmasang, men sendan yaxshilik ko'rganim yo'q, tushundingmi deb turaveradigan bu ayollar. Ayollarning ba'zilari yakfurnal ashir, yaxshilikni unutadilar, qilingan ehsonni esdan chiqaradilar. Qolat ma ra'aytu minka khayran qattu. Hech qachon yaxshilik qilmading deb aytadilar. Buni arab tilida sifat deydi. Khayron degani o'zi nihoyasiga yetuvdi. Sen menga yaxshilik qilmading degan joyi o'zi bo'ladi. Sendan yaxshilik ko'rmadim degani bo'ladi. Hadisda aytayapti, qattu deyapti. Umuman yaxshilik qilmagansan deydiganda. Umuman men sizdan yaxshilik ko'rmadim. Mana shu ayollar do'zaxga yaqin ayollar. Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin.